Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda Kaliforniya yong'oq o'lchang ishqibozlari. Men Shuhrat Ergashev Kaliforniya o'lchanglari bilan shug'ullanaman, daromad qilaman. Toshkent viloyatidan Abdurashid akamiz zakaz qilishga bundan bir hafta oldin mana apparatlar bitdi. Oldin super barabarlar ko'p reklama qilganmiz. 3-4 kun, 5 kunda bitardi. Buni yasash juda ham murakkab, o'ziga yarasha vaqt ketadi. Ko'pchilik savol beradi, aka shuni 1 kunda qilib bering, 2 kunda qilib bering. Yo'q, bunga bir hafta oldin zakaz qilish kerak. O'shanda ham bir hafta mobaynida o'zi ancha ishi bor buni. Hozir buni ishlatib bitta ko'rsatib beramiz. Mana shu ishlash holati. Mana bu tomonda mana tunuka chiqarib qo'yganmiz. U tomonga ikkitadan 4 ta g'ish qo'yib uklon qilib olsa, bu tomonga отходga tushaveradi. Chuvalchangni bemalol ajratib beraveradi, bu yerga mo'staga tushadi. Motoriga kelsa 2-3 ming оборот. Agarda kimgadir shunaqangi baraban kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.